Assalomu alaykum. Bizning navbatdagi masala ikkinchi variant 36-savol. A va B moddalar reaksiyasi natijasida C va D modda hosil bo'lgan. Ushbu jarayonda A va B moddalarining konsentratsiyalari mos ravishda 6 va 4 moldan olingan. Ular ma'lum bir vaqtda reaksiyaga kirishgandan keyin muvozanat qaror topgan ekan. Demak, x bilan y qiymatini aniqlashimiz kerak. Grafikda demak 6 mol, 4 mol, x va y mol miqdorda qolgan. Hop, 6 mol kamayib x ga qarab borgan, 4 mol kamayib esa y molga aylangan. Hop, endi bularda bilishimiz mumkin, konsentratsiyalar kamayib muvozanat holatiga kelgan. Qanchadan reaksiyaga kirishganini bilmaymiz, shuning uchun 6 moldan x mol reaksiyaga kirishib ketgan deb qabul qilsak, 4 moldan ham xuddi shunday reaksiyaga kirishadi. Demak, x barobar x kvadratga 24 minus 4x minus 6x plus x kvadrat barobar x kvadratga. Mana bu noma'lumlarni ikkinchi tarafga o'tkazadigan bo'lsak, 24 barobar 10x ga. X barobar 2/4 ga. Demak, ikkalasidan ham 2/4 dan ketgan bo'lsa, mana bu qismimiz 3/6 bo'ladi. Bunisi 1/6. 3/6 qo'shamiz 1/6 barobar 5/2 mol ekan.